Assalomu alaykum muhtaram ustozlar. Assalomu alaykum qadrli akalar, hadilar va tog'lar. Assalomu alaykum hurmatli inilar va singillar. Qadiminglarga marhaba. Kutubxona degan so'zni biz bilamiz. Chunki bu so'zni biz anglab turmiz. Uning vezkillarini doim ko'rib turmiz. Biroq kutubxona zoti qanday o'rin, nima ishlar qiladi, qanday faoliyat olib boradi, buni biz restoranlarni bilgandek bilmasligimiz mumkin. Chunki biz kutubxonalarga nihoyatda oz boramiz. Shunga biz kutubxona degan zoti qanday o'rin, o bizniki ma'naviy dunyomiz beytishda qanday rol o'ynaydi? Bu yerda buni biz xalqimiz aniq bir tushuncha berish istikida Şinjan Pedagogika Universitetining professori, jamiyat arbobi ustoz Abduqodir muallimni taklif qildik. Qani qizg'in shahlarimiz bilan Abduqodir muallimni so'zlab berishga taklif qilaylik. Assalomu alaykum ko'pchilik. Bu yerga bunday jiq ko'pchilikning jam bo'lib o'ltirishni men haqiqatan tasavvur qilmabdiman. Sizlarning kimdalayt qimmatli vaqtlarni chiqarib, faqirninki arzimas gaplarini bir anglashga kelganinglar uchun sizlarga tashakkur izhor qilaman. Baya Ablajon kutubxonaning qurg'uvchisi bo'lib bilan meni qisqacha tanishtirib o'tdi. Meni ustoz dedi, faxrlik o'g'lan dedi. O gapni anglab men sal xijil bo'ldim. Menimcha hech qanday bir ustozlik rolim bo'lmasa kerak deb qarayman. Faqat bir parang qilish sukutim bilan ba'zilar ajraq bir turkilik rolim bo'lsa, o'shani o'zi kifoyamikin deb o'ylayman endi. Endi men unvanim faqat shu maktabda hisob, jamiyatda biz qarindosh, akuka bunday aytganda. O'xshash barobar o'rindagi odam. Shuning uchun bugungi shu ilmiy so'rinning o'zini o'zimizning madaniyati, jamiyati, ijtimoiy to'g'risida bunday bir kengashish, bir xil paranglashish deb tushunsak bo'ladi. Uningdan bekrak yuqori qatlamga ko'tarib qolsak, faqat uni o'disidan chiqamay qilishi mumkin. Menga ro'yi besim bo'lib qoladi endi. Endi bugun mashinachilik jiq adam kapslar kelgandiki men sal ro'yi besim bo'ladi. Sizlarga nima deyish kerak? Bilemedim. Çünkü bir yerde oturayotganlar her qaysi soha qatlamlardan bo'lishi mumkin. Studentlar, o'quvchilar bo'lishi mumkin, uşaq tijoratchilar bo'lishi mumkin, ilm havaskorlari bo'lishi mumkin, o'quvchilar bo'lishi mumkin va boshqa jamiyatdan boshqa sohalardagi boshqa ijtimoiy qatlam va tabaqalardan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lgandan keyin hamma odamga loyiq keladigan gapni aytish bak mushkul odamchilik qilmoqda. Hamma odamga arizada gap qilish bir odamning qo'ldan kelmaydi. Şuna benim gitmemlerimde bazı bekrak, sizlerinki bazı kesbi alaylıgınlar, bazı kızışınlarga degендek bas gelmeye katqasa, onu sizler üzerine biraz tefekkürünlerini, hazır kılmış tiyimimizi maslaştırıp, düşünüşünlerini ümit kılmakçı. Çünkü bugünkü bizden söz edilen tiyimimizin kütüphane ve amni medeniyet degen tiyimi de bulu demdi. Bizden de kamus karakterli gap kılışka haddimiz emas demdi. Cahanda mi bu gaplarni deyman. Shu bir qadamdan bo'lib endi. Ashnama bir qo'shiqdan yegan o'xshash. Qolgan keyingi munosabatli temalarni bu kutubxonadagi navbatdagi ilmiy qadamlarda boshqa mutaxassislar, boshqa kishilarimiz ehtimol ustiga so'zlashi mumkin endi. Shuning uchun biz endi temani hozircha bilamiz. Chunki bu biz o'tirayotgan bu o'rin bir ommaviy bir kutubxona bo'lgan ekan. Kutubxona madaniyatning bir tarkibiy qismi bo'lgan ekan. Andaqda biz bir ommaviy madaniyat to'g'risida azroq gap qilsak deganni loyiq deb qoldik endi. Qolgani jarayonlarning o'tishi bilan asta-asta cho'nqurlashib, ko'pchilikning ustiga ayaga boradigan gaplar texama chiqishi mumkin deb qarayman. Mamlakatimizning boshqa rayonlardagi madaniyat mutaxassislari, madaniyatni tadqiq qilganlar ommaviy madaniyat degan gapni doim qilib turdi endi. Bunun ismidan chiqib turdi. Ammiy madaniyat degan shu oddiy kishilarning, xalqlarningki madaniyati, shular yaratgan madaniyat, shularningki madaniyatdagi holati,
shularning madaniyat faoliyati va mashg'uloti degan ma'noni bildirdi. Oddiroq ma'noni tushuntirgan vaqtda ishlar bo'ladi. Masalan, bizda nurg'un tarbiya faoliyatlari bo'ladi. Xalq kuchlari, o'z tashkillar, komandalarni barpo qilib, shunaqma futbol musobaqalarini olib boryapmiz endi. O'tganda 40 necha ming odam qatnashgan bir futbol musobaqasida bo'lgan. Afsusna o'char qatnashamay qoldim, lekin uningki danqini angladim. Jamiyat ta'sirina cho'ng bo'ldi. Hammadan bekrak olimlarimizninki mushkul futbolga bo'lgan tashnaligi va yuksak qizg'inligi hukumat tomonidan diqqatini tortibdi. Hukumatning yuqori baho berdi. Jamiyatning g'ulg'ula demak kishilarning o'zigidan mida tashkillanib futbolga nisbatan mujda bir qizg'inlikni bildirishi bizningki jamiyatimizga ommaviy madaniyatga tava muassasalarninki bundagi mulozimatida qanday bo'shliqlarning borligini bildiradigan bir misol bo'ldi bunday aytganda. Anandagi men yaqinda Beijingda bo'lgan shu futbol musobaqalariga shu diyorimizni yiroq ko'rmay Beijingga shu poytaxtga berib, ya'ni shu yerga qatnashib tomoshabin sifatida bizning futbol muayyilarimizga madad bergan moddiy jihatdan, ruhiy jihatdan mana ahvollarni anglayapmiz endi. Bu mening qarashimda tamoman muayyanlashtirish bo'lgan aktiv bir xil ijobiy omil bir jamiyat ekan. Shundan bilan bir vaqtda bizlar xil darvozlik san'atlar bo'lib turibdi. Mayli Yangisarda bo'lamdi, Qashqarda bo'lamdi, yoki rayonimizning boshqa nuqtalarida bo'lamdi, O'rimchilda bo'lamdi. Hozir masalan bir darvozlik Şinjan bir xil ommaviy madaniyatning bir aloyiligini tashkil qilgan bir omil bo'layotdi. Masalan, Adil O'shur desak hammamiz bilamiz. Shu Adil O'shur shu ommaviy madaniyatdan bir turib olgan darvozlik madaniyatiningki bir vakili, bir obraz bo'ladi endi. Buni hammamiz o'qdan bilamiz. Mashrabmi amaliyotdan shu ommaviy madaniyatningki bir tarkib qismi. Xalqchilik har xil muqomlarga, ya'ni klassik 12 muqomdan boshqa, yana uning boshqa variantlari, xalqchilik variantlari bor. Shundaqmi Do'landa bo'ladi, To'qsunda bor, uning Qashqarda bor, boshqa rayonlar Qumulda bor degan o'xshash o'ylanas. Bu shuni amaliyotda madaniyatni yana teginligini aytgan vaqtida galaksi chekkan, unvoni ajoyib hayotlik, muhtaram arboblar va janoblar emas, tegdi aytgan vaqtda xalq yaratdi. Chunki shu janoblar va arboblarning o'zini xalqning farzandi, ular endi shu xalqchilik madaniyatga varis qilib, uni pishqlangan, ilmiy yuksaklik ko'rilgan bir sistemani bir madaniyat darsiga ko'tardi. Yoki uni bozorga yuzlantirdi, bir madaniyat mahsulotini tutdi. Bunday emasda. Shuning uchun barliq madaniyatning egasi yana xalq. Uni taraqqiy qildirgan xalq, yaratilgan bir xalq. Shunday bo'lganligi uchun ommaviy madaniyat mundaq aytgan vaqtda yuksak bir xillikda shaharlashgan madaniyatninki asli nimasi shu asosiy yoki uning bir uli. Manasda. Xo'sh, ana biz ommaviy madaniyat jihatda futbol masalan tan tarbiyaga nisbatan tabiiy bir moyilligimiz bor ekan. Chalish, boks surchilik jihatda hali o'zimizning alayligini gavdalik namoyon qilyapmiz endi. Naqshsu jihatdami hali alayligimizni namoyon qilyapmiz. Masalan bizningki naqsha usul muzik jihatdagi cho'lponlarimizningki ijtimoiy o'rni hali yaxshi endi. Masalan, O'rimchilik ma'lum bir naqshchi, yo bir usulchi, yo bir san'atkorimiz joylarga borgandan keyin darhol taniydi. Chunki ekran orqali bular bizningki ma'lum bir tadqiqotchimiz qaraganda hammadan bekrak ommaviylashgan. Xalqchilik tunilish darajasi bekam. Ehtimol ma'lum bir jo'g'rofiya tadqiqotchisidan, ma'lum bir fizik tadqiqotchisidan, ma'lum bir biokimiya tadqiqotchisidan ancha bilib ketamizmi bizning xalqimiz. Ammo cho'qim ma'lum bir san'atkorni cho'qim tuniydi. Bu albatta yomon ahvol emas. Xalqning o'zining san'atkorni tunig'ini albatta bizlar yaxshi omil sifatida, yaxshi bir ro'y kayfiyat sifatida bo'yalashtiramiz. Ammo masala mushunlarga shakllanadi. Madaniyat mushunlarga shakllanadi. Masalan bir millatninki tabiiy fan asosi bo'lmasa, u millatning taraqqiyoti cho'qim oqsaydi. Tabiiy fan bo'lib, u millatninki ijtimoiy fan bo'lmasa, u bo'lmaydi. Chunki tabiiy fan bizning turmushimizni turli vositalar bilan, afzal vositalar bilan ta'minlaydi. Ham shuningdek bizning dunyo qarashimizni texnik qanday qilib ilgarilatadi. Tabiat bilan o'zimizni o'tirib tushunishni ilgari suradi. Tabiat bilan o'zimizni o'tirib tushunishni ilgari surgandan keyin o'zimizning tabiatga o'rnimiz haqida aqliy bir yakunga kelamiz, aqliy tushunchaga kelamiz. Dunyo qanday qanday pozitsiya tutishni ilmiy asos bilan ta'minlaydigan bunday ishkiris bo'lish kerak edi. Qaysi bir misling bir gapi bor. Tabiiy fan bo'lmagan xalqni bir tafsili o'rilib tushidi.
ijtimoiy bepani bo'lmagan xalqni tepmisini o'rilib tushdi deganda gap bor. İşkilesi buluş gerek de. Endi tabiiy fanimiz buluş gerek deb uni biz qandaqda o'zimizdan bir shuarlarla bo'la olgan narsamiz. Ya'ni undan nihoyat zo'r amaliy tirishchanlik, moddiy qo'llash, ilg'or uskuna, yaxshi afzal tadqiqot muhiti, uni qo'llaydigan rahbarlik muhiti, mana shunday bir qator narsalarni bo'lgan vaqtda bo'lgan narsa. Hamma fan tadqiqot teginayotgan vaqtda moddiy va ma'naviy jihat qo'llashlar bilan hiç münasebetlik bulduğum anasını. Yani bizim nakşı usulümüz mü, sanatımız mı, bizim bu halkın ki, bu eserdeki, bu devirdeki mani mevcutluğumuzun ama yankılavatkan bir sahibi. Bu bizim halkımızın manevi taşlarını kandırılavatkan bir sahibi. Bu cihatet kavakta özün icatkarlığıyla bizim sanatımızı beytivatkan bir kısım icatkar sanatkarlığa minnettarlık eğitişimiz gerek. Bunu da koyayımız değil mi? Hoş. Andaqda ammiy madaniyatning ichida yana nimalar bo'lish kerak? Ammiy madaniyatning ichida bugun biz taxt bo'lib to'xtalayotgan kutubxona madaniyati bo'lish kerak deb qaraymiz. Ablajonninki Malayziyada o'qishni bitirib kelib, burun o'zi mening bilishimcha shu san'at sohasidagi madaniyat mahsulotlarini setish bilan, ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. Bizning ayni vaqtda nihoyat qizib ketgan bir unsun bozorlarimiz bor. Şu ünsün bazarlarımızda kızıtkan adamlarımızın birisi ekan şundan mablag' silib, san'atkorlarimizdan ki özünün qabiliyatini joriy qiladigan muhitni hazırlab, sahna hazırlab. Ularning ki san'atini moddiylaştırib, to'g'rilashtirib, uni bozorga yuzlantirib, ularni o'zining naqshisini, o'zining san'atini, usulini, muzikasini bir xil nima iqtisodiy boyliqqa, ya'ni moddiy boyligini, estetik boyliqni, san'at boyligini o'zini bir xil moddiy boyliqqa va iqtisodiy boyliqqa aylantirish jihatda o'zining tegishli bir xil turkilik rolini o'ynab ketgan. Keyin ayol o'qib chiqib, magistrligini tamomlab kelib, yana bir xalqning ma'naviy sizligini qandiradigan, yana bir xil fontan yoki bir buloq bo'lgan mush bir kutubxonasini nurg'un izlanishlar orqali hukumatimizning munosabatli organlari bilan qonunliq rasmiyatlarni bejish orqali bu ishni haqiqatda ro'yobga chiqaribdi. Shuning uchun men oldindan mushu yenimizningki mushinchilik bir ommaviy bir ko'znakni barpo qilishga ko'rsatgan tirishchanligiga ko'pchilikning oldida bir qatim rahmat aytaman. Endi biz bu Dönkövrükning ijtimoiy qurilmasiga bir nazar solib Dönkövrük Urumchi shahri uchun aytgan vaqtida nihoyat bir xil qadimiy bir mahalla bor. Shaharning barpo bo'lishida Dönkövrükni hargiz diqqatdan mustasno qilib o'tgan bo'lmaydi. Erdovcho'mi deymiz, Dönkövrükmi deymiz. Urumchi shahrining o'ziga loyiq xos tazkirasi bor, o'ziga loyiq tarixi bor. Biz bugun Urumchi shahrining tazkirasi va tarixi haqida so'zlamoqchi emas. Bu shaharda bir ko'na bir bozor bo'ladigan, o bozorning simasi elim ko'z oldimda, garchi u bozor hozirgi qaraganda binolar ancha egiz bo'lmasa-mu, Paka binalardan tashkil topgan, do'konlarni irmash-chirmash zich mandaq bo'lib ketgan bo'lsa-mu, lekin nihoyat mehrissiq bir bozor edi. Mehrissiq bir bozor edi. Odamlarni obod, ana lekin o'zining shu mahallaviy madaniyat xos bir tarkibi bilan sayohatchilarni va atrof kishilarni o'ziga jalb qilib turadigan shunday. Shuna Urumchiga bordingmi degan gapning yana bir variantlash gapi Dönkövrükka bordingmi degan gap bo'ldi. Dönkövrükka bormagan odam Urumchiga bormaganga hisob bo'ladigan mandaq bir. Shuna biz dastlab turayotgan bu yer bizning nurg'unlagan millatimizning asl ziyolilari, nurg'un kishilar dasigan qadimiy bir xil azizona bir mahalla. Bugungi Urumchining umumiy rayon taraqqiyotida bu hozir Şinjanchi milliy alaylikni gavlantirib turishda kam bo'lsa zinhor bo'lmaydigan bir gap bo'ladi. Bugun keng taraqqiyotchilar xalqaro cho'ng bozor degan hozir qurilishlar paydo bo'lgandan keyin bu yerga o'zgacha bir yangi tus qo'shildi. Xalqarodagi va ichki rayonlarda kelayotgan har qaysi sayohatchilarning diqqatini o'ziga tortdi. 3 tashqacha bo'lgan araliqdagi butun jarayonni anda bir sadda qadamlar bilan endi bak tadqiqotchi nazar bilan bo'lmasa-mu, sadda bir qadamlar bilan aralab chiqadigan bo'lsak, bu yerda tabiiy holda oshxona va do'konlarning intayin ko'p ekanligini his qilamiz endi. Ana restoranmi hali yetarlik band. Dibami ba, jubami ba, u ba, bu ba hammasi ba bo'ladi endi.
Bo'pti, bu kishilarning kishilik turmushdagi burungi ashxonalarimiz qaraganda hozir ashxonalarimizning qiyofati jiq yangilanib ketdi. Hozir endi bir qadar zamonaviy kutishdagi yo'sullardan tortib uning kutinishningki qattiq detallari va yumshoq detallari bir qadar nima bo'ldi, taraqqiy qildida. Ana Yevropacha tamoqlarni kirdi, turkcha taomlarni kirdi, sharq taomlari kirdi. Ana keyin biz ish qilib, 7 iqlimning har xil tamoq madaniyatining hammasi asosda bizningki restoranlarimizga tamoq madaniyatimiz kirdi. Bizningki tamoqcha tanlash va shallash engimizni taraqqiy qilyapti, mulozimat qo'yayotgan talabimizmi yuksalyapti, o'syapti endi bunday vaqtda. Bu menga yaxshi avval. Kiyim-kechak madaniyatimizmi garchi o'zimizning zavoddan ishlab chiqarayotganda elchi tutibdiki, mana markalarimiz toz deganda ko'p bo'lmasimi? Bizning hozir shu o'tirayotganlarning kiyim-kechakdagi umumiy formasidan qarag'an vaqtda bu xalqaralashganlikdan derak berdi. Gerçi markaları degandek taza ashyaning naq o'zi bo'lib ketmagan bo'lsa-mu, buniki. Ammo posoni va yosoni umuman ya Fransiya, ya Italiya, ya Turkiya deymiz, ya Germaniya, ya Angliyaning markalari, shu markalarni hozir kiyalaydigan bo'ldik hamda. Ana degan oyoqlarimiz ya Kanay yo'lida ekan, ya Musa Laviyacha yo'lida ekan, uni kiyatyapmiz hamda. Ama özümüzün zavodlarimizdan, özümüzün fabrikalarimizdan chiqayotgan narsalar ko'p bo'lmasa menda. Mana yenimizning o'zini yerida ixlos tanlab bozor turibdi, ayada armon tanlab bozor turibdi. Bu bizning bir xil milliy korxonchiligimizdanki hozirgi zamondagi bir xil obraz ustida bu yerda turibdi endi. Shuna bu yerdamda Dönko'rikning unda qurilmasi qilib ketgan vaqtda endi umuman qilib aytganda bozor tipi asosiy gavdalik bo'lyapti dedi. Mayli bu bazarlarni erkin partizan bazarlar var bu yerda. Biz bir ishdan ko'tarib yurayotgan, biz bir ko'ynak ko'tarib yurayotgan, biz har bilan qo'g'in tavuq so'rab sotayotgan bir ko'rinish va ish qilib hayotning jiddiy raqobatlarininki eng fokuslangan, keskin bir manzarasini Dönko'rikda ko'rish mumkin. Buloq beshida ko'rish mumkin. Mana shunga qarab kishilar hozir jiddiy nimaga taqobil turib tursa, hayot kirisiga, turmush kirisiga taqobil turayotganligi iborat bir haqiqatni tushunish mumkin bu yerda. Shuning uchun men bu yerda turayotganim oshxonalarni va restoranlarni misol keltirish orqali bu ko'chalarda va bu restoranlarda oshxonalarningki mavjudligiga qarshi fikrda turmoqchi emasman endi. Mening qo'sqim ajida cho'qim bu yerda shunday oshxonalar bo'lish kerak endi. Mehmonlarimizni boshlaydi ekanmiz bu yerdan kelganlarni. Bizimizning milliychi alaylik hidoyalar bor deb aytib ekanmiz. Albatta, mushu yuqorqi men misol olgan ilmlar va amillarning hammasi bizningki shahardagi milliychi alayligimizni tashkil qilgan tarkiblar bo'lib hisoblanadi. Acaba o'shaning ichida bir kutubxona bo'lmasi kerakmi endi? Masalan. Men masalan mana bu shaharda men Alloh Ablajon mush kutubxona qurdim bu degandan keyin men bir madaniyat sohasida xizmat qilayotgan odam bo'lganligi uchun qiziqdi ekanman. Voy, yaxshi bo'pti unda bo'lsa. Chunki men bu Angliyada tug'ilgan vaqtimda uyam kichik tor bo'lgandan keyin u yerda bek qimmat uyni Londonda ijaraga olish biz uchun bek qiyin bo'ldi. Chunki Urumchida pul tepib, Jungoda pul tepib berib, Angliyada xajash degan odamning ishini ochiq qildigan ish bu endi. Adam tanqis qildigan, arsaldiga soldigan. Chunki biz bu yerda renminbini olib, bu yerda pound sterling yengbanға aylantirib xajarga manda bir narsa bo'ladi. U o'ylab baxsangiz, bir avtobus bilan chiqib, karta bir tet qilib surksangiz, ayni vaqt men tug'an vaqtimda 15 yuan xalq puli chiqib ketadigan gaplarni. Bir go'yro lag'manda uni. O birdan-bir bir sekund yetmagas u chiqib ketsa, men bir go'yro lag'man desam 4 soat mazmut piyoda ma'layman emasmi? Jiq vaqirab dars o'talayman va kishilar qadr-qomatini tik ko'rsatalayman-da. Şunu o'ylantirgan masala, shuni bir yerga chiqib, bir avtobusga o'tirib, nega boraman degan masala Angliyada inchik o'ylanadigan masala bo'lib qoladigan gap. Demak, iste'mol yuqori berdi. Shuning uchun o'tiradigan uy texnik yuqori. Mayli Moskva, mayli London, mayli Seul, Tokyo, Meksik shahri, New York bular albatta o'yli ijara berib o'tirish intayin qiyin mana bir ish. Shu yerda o'tirib yashayolgan odam dunyoning qayerida yashayoladi deb o'ylayman men. Mujdanasda ammo bo'lgandan keyin uy kichik bo'lgandan keyin o'rganish qilish, tadqiq qilish u jihatda daftar kitoblaringizni yeyib o'tirgan bir yerni topmoq taskin. Shuning uchun kutubxona nerede degan bir savol paydo bo'ldi ekanda. Men anadagi izlanish orqali
ancha yiroq ma'maylar o'zimga munosib keladigan bir kutubxona topardim. Chunki men o'tirayotgan uyim bilan men tadqiqot olib boradigan, ma sohibxonlik qilayotgan maktab o'tirsida avtobuslar manganda 1,5 soat mandaq bo'ladi. London degan mana cho'ng shahar bo'lganimda qatnaydigan gap shuni o'ylayapti. Unda bo'lganda men ataydim kitob ish uchun shahardagi bir kutubxonaga, ya'ni London universitetidagi yoki Britaniya kutubxonasiga kutubxonaga berib ketib qolmayman. Cho'qim bir mahallaviy bir kutubxona bo'lish kerak bo'ldi ekanda. Shu yerni men qiynalmayman, topaladim endi demoqchiman-da. Shunday bo'lgandan keyin bu bir kutubxona degan qanday aytganda ma'naviy odamning oshxonasidir bu endi. Qo'saq bandalar uchun oshxona qanchalik muhim bo'lgan bo'lsa, ma'naviy odam uchun kutubxona shu qadar muhim bo'ladigan narsa endi. Biz shunga bilan moddiy odam ham ma'naviy odam endi. Moddiy odam bo'lish ustimizda oshxona biz uchun muhim. Ma'naviy odam bo'lish ustimizda kutubxonami biz uchun shu qadar muhim endi. Qanday narsa? Shuni buni qiziqdim. Albatta bu qanchalik bo'layotganda bu eshitib qiziqib, ya'ni biz ko'zdan ko'chirgandan keyin mana mushkul ahvol bakin haralda as-sahadir mushijilik bo'pti. Kutubxona mushundaq narsa bakin. Amaliyotda mushijilik bir o'rinningki bo'lishining atrofdagi kishilarga ko'rsatgan ta'siri mo'ljalligisiz cho'ng bo'ladi deb o'ylayman. Men oddiy bir misolni ag'avaqda men Yezid cho'ng bo'lgan Yezi balası, Deyhan balası endi. Men cho'nglayotgan mezgillarni endi 64-yil tug'ilib, ancha kitob o'qiyotgan cho'ngga vaqtda kitob tepishimlar tez bir zamonkan bo'ldi. Ki 78-yil va 3-yilda ochilib, soat ishni sirib echitish degan programmalar yo'l qo'yilayotgan vaqtlarda andan keyin madaniyat jihatdagi, ma'rifat jihatlarida jonlanish boshlagan, kitoblar chiqish boshlagan. Buni kitob tepishmi tez bir vaqtlar. Men shu vaqtlarda atrofimda kitob saqlagan ma'limlarning yordami bilan shu vaqtlar Mehrobdin Chayon o'tgan kunlardagi romanlarni shu chog'da o'qiganman. Shu chog'da men hayron qoldim. Farhod Shirin, Alisher Navoiyning Farhod bu Said ittifoqida Sharq haqiqati nashriyatidan chiqqan kitoblar bo'lib, mishay biz kirgan kitoblarni o'quvchilarimiz ba'zi saqlab ekan. Men shu chog'da Alisher Navoiyning Farhod Shirinni ko'rib hayron qoldim. Nima degan go'zal til bu. So'zmi mujda bo'lamdigan deb so'zning sehrini shu chog'da his qilganman. Agar u bo'lmagan bo'lsa, men o'chaqda demish qilayotgan odamsi eshkayda yurgan odam men. Tag'alni atib, shu etizliqni qirtishib, o'qilib yurgan odam. Mening tafakkurimda hayotdagi shu bo'lib deb o'ylaydi. Bu o'g'allar degan qo'p cho'ng bo'lsa, eshkayda cho'ng bo'lsa, degan xamalni yatariydi, xudonaladi, balliq bo'ladi. Oxirgi hisobda u bir qancha bolasini o'ylab, oxirida o'lib ketadi. Kishilik hayot degan mushu deb qaraydi men. Keyin bu kitobni ko'rgandan keyin to'xtag'ana Otabek Kumushbibi Mirza Anvar, Shinama, Rana, bunday gaplar chiqadi. Farhod Shirin'dagi tashkillanayotgan ilm yari Armeniya ilib chiqib berdi, Xotan shahzodasi Farhod tepadan chiqayotgan. Dunyoni texim kan ko'rsatadi, mening nazarimda ta'sir. Manda bir ish kerak. Shu yer bir adashim yangi yoziq suv idoriga romandan keyin Uyg'urchasini o'qib, ma'lum so'zlab bergandan keyin bu so'ning hikoyalarini, Lekoyning hikoyalarini unuqib, qiziqib, o'zim undan yangi yoziqni ko'rib kitap o'qishdan o'zaro tunji ta'sirat so'charga shakllangan. Shu vaqtda boshlab menda bir kitob o'qiydigan bir xumar shakllangan. Ancha uzun o'tmay bizning shu yezimizda bir kitobxona bor shu vaqt. Hozir bizning yezimizda kitobxona yo'q mana hozir. Shu vaqt qanday bo'lsa bir kitobxona bor ekan, Shilqa kitobxonasi. Shu yerda men bir Tuhfa degan bir hikoya to'plami bor ekanda. Bu hikoya to'plamini men 70 ming ağam. Uçar 70 bin degan xil jiq bir nima endi. Bir mo'chang samsi kelibdi shu vaqtlarda. 7 samsi yegan bo'ladi shunda. Shu kitobni elib qaytib olsa, ma'lamlik bir odam nima u deb so'radi. Kitob debsam, nech pul ekan u dedi. 70 bin oldim, esit 70 bin samsi yesangchi degan edim. Uni xato tushunganim men. Shu chaq samsi yeyishmi xil chin ishdi u. Ba'zilar uchun aytqavaqtim mudahlasda. Endi buni kishilarning shu vaqt qimmat qarashadi. Bildirgan bundan. Shu gap hargiz esimda chiqmaydi. Shu Tuhfa deganiki qarasam, Zo'rdin Sabirning hikoyasi ekan, Zo'rdin Sabirning bir hikoyasininki nomi bilan qo'yilgan kollektiv bir to'plam keldi. Shuni o'qidim. Agar mening shu o'quvchilarim ba'zi kitoblarni ta'minlab turmasa, yezimizda ashijil kitob o'qiydigan asl odam bo'lmasa va ash kitobxona bo'lmagan bo'lsa,
Men ihtimal qanday odam bo'lishi mumkin, men buni hozir qiyos qila olmayman. Balki men bu bir yerda qassob bo'laverdim yoki nima bo'laverdim, ne bildim. Endi bu qassob bo'lish, u baqqal bo'lish, umumiy bir halol mehnat hamda, halol. Lekin bizga madaniyatdanki taraqqiyot uchun kuchliroq odam lozim deyapti. Hammamiz bunday bo'lib ketsak bo'lmaydi. Men bu yerda mehnatning darajaga olmoqchi emas, mehnatning har qanday halol bo'ladi, mening nazarimda ulug' bo'ladi. Mening nazarimda u bir ulug'da narsa. Demak, men shu vaqtlarda atrofimdagi ayrim o'quvchilarningki men ko'rsatgan ta'sirini menga unutib ketolmayman. Agar uyda kitob saqlamagan bo'lsa, men nima o'qiy? Keyin yana bir qism o'quvchilar menga Lermontovning Pushkinning dastonlarini taqdim qilib, shuni men ko'chirib chiqqanman. Ehtimol mana bu mening adabiyot maktabimning tunji boshlanishi bo'lsa kerak. Shuna bir kutubxonaning bog'i hali aslahalari mukammallashgan hisob qadamda mujda bir kutubxona ekan, bir kutubxonaning atrofidagi odamlar ko'rsatgan ijobiy ta'sirini ma'lum bir xil o'lcham bilan ko'rsatib berish tas, lekin buning ta'siri haqiqatan zo'r bo'ldi. Ammo men buni kutubxona ko'rgandan keyin kutubxonada shu kuni 4-5 odam u yerda chechilib o'tiribdi. Qanchalik odam kelyapti desam, har bir kunda bersak, 70-80 dedi, ba'zi 50-60, ba'zi 30-40 shundaqmi? Mushtaq bir odam bor dedi. Asosan bo'sh o'rinlar. Men ayerga bir sinflarni ko'zini ko'chirib baqdim, u asosan bo'sh edi. Mening qarashimda o'sha atrofda uyga ish qiladigan uy topolmayotgan, uyi kichik, yalnız uyda bolalar jiq. Bir bola topshiriq etgan, endi yasi fikirib ishlaydigan, yasi siyib qo'ydigan. Manda bir ahvol bor-da. Yalnız vaqirab, jaqirab, yig'layotgan, shunaqmi? Uyga ish qilishcha tinch muhit yo'q, manda bir oila bo'lishi mumkin. Bular acaba shunday bir o'rinning borligidan xabardor bo'lmaganmidi? Men bir o'ylandim endi-da. Mening shu xabari yo'q o'xshaydi deb qardim. Shunda ko'chib chiqsam, ko'chada odamlar mig'ildab, bu yerda birisi qo'g'in sotayotgan, birisi ishdan ko'tarib sotayotgan, birisi ko'ynak, birisi chopon, birisi lo'nga, birisi toziq qog'ozi, yana birisi boshqa bir narsalarni ketayotgan emas-da. Acaba odamlarning bir kitob o'qiydigan ehtiyoji bormiganmidi? Amerikada bir psixolog va Abraham Maslow degan uning bir nimasi bor. Ehtiyoj nazariyasi, ehtiyoj qatlam nazariyasi deydi. Odamning birinchi ehtiyoj biologik ehtiyoj edi. Biologik ehtiyoj yeyish, ichish, uxlash, ana ko'pish. Ana bu biologik ehtiyoj deganning o'zi u bo'lmasa hayot uzib qoladi endi. Uzuqlanmasak o'lib qolamiz endi. Demak, hayot yashash uchun paydo bo'lgan ehtiyoj va hayot yashash uchun qandaydir bir ehtiyoj bo'ladi-da endi. Endi ehtiyojlarning eng tuyunishi bo'ldi endi. Agar bir odamningki turmushida tutgan qilgan aytganlarining hammasi umuman teragchilik uchun bo'lgan ish bo'lsa, andaqda buning turmushi baxtni so'z ochgan olmaydi, umuman qilib aytganda, hayot uchun duch kelayotgan xristianlarni qanday yangi ish uchun bo'layotgan narsa. Masalan, mening doim qilgan harakatim qanday? Uy, masalan. Shunaqlamda qo'saqni to'yg'izish, o'lib ketmasak, sovuq qolmasak, shunaqmi? Mandal bo'lib o'tib ketadigan ish bo'lsa, bu hayotning eng to'yin darajasi bo'ladi. Bir jamiyatda bir odamningki turmushi mushtarili chekilib qolsa bu bo'lmaydi. Bu bir biologik ehtiyoj. Ammo hamma odam muqarrar besib o'tirgan bir ehtiyoj endi. Masalan, Bilgitis, Bappet bularni o'ylashmaydi endi. Onun uchun qo'saq to'yg'izish masalasi, o'qirish masalasi, qo'saqni qanday to'yg'izish masalasi emas hamda hayotni qanday tushunish, hayotni qanday o'tkazish masalasi ularning tafakkuridagi masala hamda. Qanday o'g'in eng go'zal bo'ldi hayot. Baxtni qada qilib voyaga va takommuliga yetkazgan bo'ladi. Enenikin bu baxtni qanday qilib texnik odamlarga ta'sir ko'rsatish mendan mumkin. Endi unda o'zining halqiga nurg'on odamlar mana bu shunday bo'ladi. Bir millatning qahramonlari, yozuvchilari, san'atkorlari deymiz, ulug'lari, araboblar, ularning ko'pincha o'zining halqi atrof jamoatninki turmush haqida g'am qiladigan mana narsa bo'ldi. Ammo bir odam o'zining shaxsiy turmushida biologik ehtiyojni qamdamay turib, u pallaga o'tolmaydi.
Sinçay üçün, sinçayның təminin lezzətinin qandalығы biliş üçün qosaq toyğuzu kerakdir. Bir adam qosaq toyğuzu narinni ya pulan obdan yegenden keyin anadagi sinchayni qanday yengil o'tlab ichish kerakmi yo ko'kirtib ichish kerakmi bu vaqt boshqa turish mumkin bo'ladi. Qo'shiq intayin bir ichib ketgan bir odam lag'mani shalab tutib yegan vaqtda undan g'azablanmasi kerak. Chunki uning uchun lag'mani shiddatli yeyish uning ehtiyoji bo'ladi. Shuning uchun lag'mani san'atkorona bir xil go'zallik chiqarib, uni fokus chiqarib, estetik yeydigan uning talab qilmasi kerak bo'ladi. Chunki tamoq yeyishning estetik o'lchami bor. Qo'shiqlar muvofiq qilib, nazokatlik chaynab, o'zining obrazi satlashib ketmaydigan darajada, xalqning qiyofati simas buzilib ketmaydigan, yengil, sipoya chaynaydigan bo'lish uchun u uning qo'shiqi xil to'qilgan bo'lish kerak edi. Shuna to'yga borganda azroq to'yilib berishning ma'nosi dasqonga, g'azolarga shiddat bilan tegish qilmaslik uchun bo'ladi bu. Chunki bek shiddat bilan tegish qilib ketsak, sal obrazimiz boshqalarning oldida xunuklik qilish mumkin-da. Uchadan keyin harakatlarimiz boshqa bo'lib ketdi. Mayalimiz pomizib ketib qoldi, quloqlarimiz lapildab ketib qoldi, qarchiqlarimiz u ham eg'ib ketib qolishi mumkin. Shundan sal boshqalarning diqqatini salbiy ma'noda tortib qolamiz. Shuning uchun odam bir ulug' oliyjanob, sipoya, madaniyat tarbiya ko'rgan, isil bunday odam bo'lish uchun cho'qim oldindan bo'ldi. Qo'saq o'tkilini sharaf bilan tamomlagan bo'lish kerak. Ya'ni uni bo'lonchilik bilan halol haromni aramay yaverdigan emas, o'zining halol mehnati bilan bir insoncha g'ururi va izzati bilan uni hal qilgan bir darajaga kelish kerak bo'ladi. Mana bu biologik ehtiyoj deymiz. Ikkinchisi bexatarlik ehtiyoji deydimda. Odam qo'shiq to'yib, bundan biologik hayot kafolatlantirilgandan keyin anadagi uningga bexatarlik ehtiyoji bo'ladi. Ya'ni qanday issiq sovuqdan, bo'ron, qor yomg'irdan, ya yirtqich hayvonlarning, ya bo'lsa o'ylamagan bir ofatlarning xirsidan taqobil turish uchun ya bir ichimda u bir o'nkirdi yasami bo'ldi, yoki bo'lsa uni bir o'y bir turalg'isi bo'ladi. Bugungi o'ylarimiz bir kuni kirib qo'ysak, ayar bunda bir nima chiqadigan, bir kuni kirib qo'yib bunday qiladigan, bunday mexanizmlashgan bunday o'ylar ayni vaqtlardagi ota-bobolarimizdanki bir o'nkirlarininki bugungi taraqqiyoti. Shuna o'ymi o'xshamaydi. Hammadan uchun o'y bor, lekin o'yi qo'yilgan talab o'xshamaydi. Har odam o'zining iqtisodiy ahvoli va madaniyat jihati talabi bo'yicha o'yining ishini o'rinlashtirish, loyihalash va aslahalashtirish jihati o'xshamaydi-ku. Pulchi qo'ygan sir o'yga ketgan chiqimi chiqib qoldi, shu yaxshi o'yda o'tiramiz desangiz, bo'shda gap. Shu borgan sir bexatarlik ehtiyojimiz zururiyat talabidan olqib, nima talab qilamiz? Estetik talabga, ya'ni go'zallik talabiga aylangan gapda. Beliq vaqtsiz, qush vaqtsiz, balki mana dekin. Ana o'ylarimiz pontallarni yasab, shaqirtib o'tirib taboq yeysiz. Esil atirlarni chechishingiz mumkin. Muzikalarni obdinni tinishingiz mumkin. Mana bunday ketdi. Bu yerda tamoq yeyish bilan, biologik hojatni qondirish bilan, san'at bilan estetik qanday qiladi-da, tabiiyalda bu yerda mujassim bo'ladi-da, bir yo'g'rilib ketadi. Uchinchi xil ehtiyoj, tavallik ehtiyoj. Men kim deysan ekan. Ben Baqaxonning bolasimi yo To'xtaxonning bolasimi, Marani Saxonninmi yo Ayni Saxonning bolasimi? Endi o'zingizning ota-bobongiz va ajdodingiz haqida kimlik tuyg'usi shakllanadi. Sharaf tuyg'usi shakllanadi. Men aning bolasi ekanman, juma deb endi o'zingizning ijtimoiyat jihatda kimligingizni va boshqalarni ajdodingiz orqali boshqalarni o'zingizni farqlantirish hissiyoti shakllanadi. Enandikin talablarimiz dag'amdi. Muhabbat ehtiyojingiz shakllandi. Enandagi nima ehtiyojingiz shakllandi? Go'zallik ehtiyoji bo'ldi. Mushmunchlikdan o'rlaydigan bir narsa. Endi shu go'zallik ehtiyojining o'zini mana kitob o'qishdan ochib bo'ladi. Kitob o'qiganda bir odamning qo'shiqi to'yib ketmaydi. Ras, bu jihatda kitob o'qib qo'saq to'ymaydi. Ammo kitob o'qishni bilmagan odamningki dunyoda insoncha izzati bo'lmaydi. O'sa shu qo'saq to'yg'izishni o'ylab yashagan bo'ladi, ammo uning insoncha ma'nosi intayin kam bo'ladi. Faqat yo'q desakmi bo'lmas. Bunda to'm bo'ladi. Endi o'ziga bugungi jahonda kuchur partlayotgan internet, telefonni har xil yo'llar hozir bir internetda uyimizda kompyuter qarab o'tmaydigan bo'ldi. Kompyuter orqamizga chiqib bo'ldi hozir. Alma shirkati mana shu aloqa vasiyati zo'r bir inqilobni yapib uni tamomladi aslida.
Yani yeni basqıçlarga kiryapmiz. Dünya özgürüp ketyapti da. Bilim elish shakli jihat o'zgarib ketdi. Kishilarla aloqa qilish shaklimiz o'zgarib ketdi. Mayli biz e'tirof qilayli, qilmayli, diqqat qilayli, qilmayli. Bizning turmushimizda allburun misli ko'rilmagan o'zgarishlar paydo bo'ldi. Biz nayt chechan bo'lganligimiz uchun dunyoga bek diqqat qilib ketyapmiz. Dunyo bizni diqqat qilish majbur qilyapti hozir. Endi mushuning ichida bilim elish, o'zini tarbiyalash shartki vositalarning biri kitob. Kitob o'z vaqti bilim elish jihatda bilim ta'minlash o'zaro aloqa qilish jihatda an'anaviy vosita. Shundan bir vaqtda bugungi zamonaviy aloqa davrida tushib qolmagan zamonaviy vosita. Mayli siz Amerikaga bering, mayli Angliya, Yevropa qayerga bering, Yaponiyaga bering, fan texnik bir qadar taraqqiy qilgan har qanday bering, kitob yana qog'oz, shunaqmi? Qara, qarsiyam, jdaq, ha? Nimadan tashkil topgan edi kitob. Yanala kishilarning madaniyat iste'molida g'olliq bir o'rin tutib keladi. G'olliq bir o'rin tutib keladi. Shuna bo'lgandan keyin endi nima uchun kitob bizningki turmushimizga kirmaslik? Masalan, mayli Isroiliyani elan, Yaponiyani elan, Angliyani elan, Amerikani elan kitob o'qish nisbati aholilarningki 85%dan oshgan haqlashamiz. Yani umum nüfusun 85% yukarı qanday bo'ladi kitob o'qiydi degan. Yani biz statistiklar bakmadik Uyg'urlarningki jamoatidan nüfusun ichida odamlarning kitob o'qish nisbati zarur shu 9 million xalqning ichida qanchalik nisbatdagi odamlar kitob o'qiydi. Yani bu yerda kitob o'qishni oliy maktablarda o'qishib turish, darsi qarab o'rish kerak degan bu mu ancha ilmiy bo'lmagan gap bo'ladi. Mening qarashimda atak to'liq o'tirib turgan bir odamni jiqroq kitob o'qiydigan ahvollar bo'ldi. İhtimal ma'lum bir idoraning boshqarma boshqa kitob o'qimasligi mumkin bo'ladi hozir. Hozir bizning qisman kuzatishlarimizga asoslangan vaqtda kitob sotilayotgan nurg'un odamlar asosan bizning tijoratchilarimiz, hunarvan kasblarimiz ancha iqtisodiy kirimi yuqori bo'lmagan odamlar bo'lib hisoblanib, idora organlaridagi bir qadar iqtisodiy kirimi bir qadar yuqori bo'lgan odamlarning ichida kitob o'qimaydigan odamlarning nisbatimi xeyli salmoqli egallayapti hozir. Hatta bazı milletlerin sarxildir deb qaralgan odamlar o'z xalqining tarixiy madaniyati doir narsaga diqqat qilmaydigan ahvollarni bor. Gerçi bu umumyüzlük ahval bo'lmasmi, lekin bu shunday ahvolning borlig'ini biz rad qilolmaymiz. Shunday narsa. Endi bari kitob o'qish, ben ma'lum unda sizning nazaringizda barliq ishlarimiz kitob o'qishla hal bo'lmoqchi bu. Men unda demoqchi emas. Hamma ish kitob o'qish orqali hal bo'ladi demoqchi. Lekin kitob o'qimasi ba'zi hammasini hal olmaydi. Chunki bu shunday bir davr. Chunki endi tirikchilikning bosh qoidalarini hamma odam haqli so'zlab kelayotganlar uchun bugungi bizning temamiz mush masala haqida bo'lyapti. Sal qaralayotgan, bizda kam bo'layotgan mush masala haqida bo'layotganligi uchun men ma temin alayli keltirib deb qarayman. Buni qancha ta'kidlasak menimcha hozircha faqat ortiqchilik qilmaydi. Endi bir mahallada bir yurtda bir oliy maktabning bo'lg'ini o'chirgan katta ish bo'ldi. Masalan, Xotan oliy tibbiyot texnikumi, Xotan pedagog texnikumi, Qashqar pedagogik institutidagi bir o'rinni bo'lishi, Urumchida Xinjiang universiteti qatorliq talay universitetlar va maktablarning bo'lishi, mush rayonning madaniyat qiyofatiga misli ko'rilmagan darajada zo'r ta'sir ko'rsatdi. Joylarda nurg'un yerlarda, masalan, nurg'un bizning yerimiz maktab selinsa ekan degan narsa. Men sizlarga bir kitobni tavsiya qilay. 3 piyola choy. İngilizce 3 cup of tea. Hanzusi sanbei cha. Bu kitobni o'qib o'qishinglarni tavsiya qilaman. Afg'oniston tarafda bo'lgan voqeakin bu Hanzuch bu kitobni chiqib mana bozorlik kitob aynib ketdi. Shu yerlardagi odamlarning bir maktab serish uchun qanchalik jafo chekkan jarayonni nay ta'sirli yozgan. Buni bir Amerikalikdan qanday yordam ko'rsatgani, yerliklarning ilm ma'rifat naqadar tashnoligi, ular sharoit yetersizlik. Shu yerning bir madaniyatlik bir o'rin bo'lgan maktabda barpo qilish uchun qanchalik badallar to'laganligini bak ta'sir. Bu dunyoda bak setilgan kitob bo'ldi.
Bu kitobni men sizlarga tavsiya qilib, ko'rib beqinglar, bir maktabni barpo qilish uchun qanchalik kuch ketadi. Endi bizning rayonimizda Urumchi jumladan maktab bilan to'lgan bir o'rin endi. Jumladan bizningki rayonimiz o'zida Xinjiang universiteti o'xshash naydi qo'lliq bir bilim yurti bor. Mushru bilim universiteti shu bilim rayonidan bishar bo'lishi. Atrofdagi bizning qiyofatimiz qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Buning ta'siri degan o'lchab qilish tez, naydi katta zo'r ta'sir bor. Şu adamların kıyafetininki kiyiniş, yürüyüş turuşumuz ta'sir ko'rsatdi. Ayni vaqtda mental apani boshqa izchilarning mi sirti jabiyatning sirti ma'rifini, O'rta Osiyoning ma'rifini, Turkiya ma'rifini, Sayyidning ma'rifini ko'rib kelgan maxsus muhitda deymiz, shunaqmi? Abduxoliq Uyg'ur qatorliqlarning shu vaqtda yurish turishining o'zi atrofda qanday ta'sir ko'rsatgan. Menimcha hamma odam uchun aytgan vaqtda kitoblarimiz ba'zi qiyofatning o'zimi adamga tarbiyalash qimmatiga bo'ladi. Chunki qiyofat insonning ma'naviy qiyofatiningki sirtqi ilishi bo'ladi. Ichki qiyofat yaxshi bo'lgani yo'qmi, odamning sirtqi qiyofati bu o'zini namoyon qilgan gap bo'ladi. Shuna bir rayonda cho'qib bir oliy maktab bo'lish kerak. Mening qarashim bir rayonda bir maktab bo'lmasa, shu rayonning xalqi hukumatga iltimos qilish tamoman aniq. Ey hukumat, ey janobiy muhtaram, bizning rayonimiz bunday adamlar bor, bizning aytib, shu manchi darajaga bir maktabni selish kerak desa, bu hukumatni qo'llash tegishli ish bo'ladi. Albatta qonun jihatdan bu tamoman yo'lliq bir talab bo'lgan narsa. Ikkinchisi u rayonda cho'qim nima bo'lish kerak desangiz, kutubxona bo'lish kerak. Kitobxona bo'lish kerak. Mentlapanda qatorliqlarimiz shu cho'chak, g'ulja, ayni vaqtlarga ham yerda emas, kitobxona bo'lgan. Falon yerda bir kitobxona bor-da. Şu vaqtlarga g'ulja, cho'chak, rayonlarning boshqa rayonlarga qaraganda alayidin bo'lishi demalisa, Said Baqidan chiqqan ilg'or kitoblarning o'zi oldin ashir rayonlar tarqalgan. O'rimchiga taralgan. Shu vaqtlarga bir qism o'zbek, tatar ziyolilari orqali ba'zi yaxshi kitoblar bizning rayonimizga kirgan. Shuning uchun, masalan, nima uchun bu yil rayondan ziyolilar ayni vaqt ko'p chiqdi. Nima uchun yozuvchilar ko'proq chiqdi, yozuvchi bo'ldi. Ayni vaqt ma'rifning natijasi. Ayni vaqt ma'rif degan nima desa, tegin deb vaqtda odam bilan munosabatda shu vaqt o'qituvchilar, jahon ko'rgan, jahonning taraqqiyot va o'zgarishini ko'rgan odamlarning ta'sirida bo'lib o'tgan narsa. Shuna mening qarashimda bir odamning jamiyatga ko'rsatgan ta'sirini biz 2 yildan keyin, 3 yildan keyin, 5 yildan keyin bilamiz desak bu xato bo'ladi. 10 yildan keyin, 20 yildan keyin yoki 30 yildan keyin ma'lum bo'ladi. Shunda ma'lum bo'ldiki, buni bir 2 avlod to'xtatib bo'lmaydi. Sonra bir yerda masalan mush xalqning bir azroq bir o'zgartay qiyofatini sevadi bir kitobxona etish kerak. Ya bir kitobxona so'dis bo'lish kerak edi, ya bir kutubxona, ya bir qiraatxona etish kerak. Qiraatxona degan qira o'qimoq degan gap-ku, kitob o'qiydigan joy degan gap bo'ldi. O'zda bo'lish kerak-da. Shuna mening qarashimda men bilmadim, endi bu shu Janubiy Quruqdan Xinjiang universitetining oldi bo'lib qanchalik nüfusning borligini bilmadim. Agar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining fan, ma'rif, madaniyat organininki o'lchim budjetga vaqtda qancha nüfus voyada, qancha kutubxona, qanchalik tantarbiya sariya, qanday maktab bo'lish kerakligi o'lchimini uni biz ko'rib baqsak bo'ladi, u cho'qim bor. Şu ölçümü bizden azmış bu yüzgartı düşmedi bunu görüp baksak. Benim köygen vakti köygenimde sırtki memleketlerinin nurgullarına bulup bu taraqqiyotlarning memleketi kütüphanlar şu mekteplerinin okuvchiları ve okuvchiları ejitilganlar bo'lmasdan, onun kütüphanesi şu atraf cemiyetning odamlari uchun ejitilgan bo'ladi ekan. Mesela ben Beymanda o'tirgan bo'lsam, ben yoki Xinjiang stipendiatini o'qib turgan bo'lsam, Xinjiang universitetining kutubxonasimi o'zimning shu kinishkamni yoki o'zimning nima deymiz ID kart degan o'zimizni kimlik emas, guvohnamizni ko'tarib kirgandan keyin shu kitob elish qisharning bo'lgan gap kelibdi. Endi bizning hali ilgillashlar bo'lyapti, hozir muzeylarimizni haqsiz yechib yaqin bo'lsa. Xalq bog'chilarini haqsiz yechib bo'ldik har holda hamda. Asli xalqning muzey degan amaliyotda shu kishilarimizni vatanparvarlik tuyg'usi bilan tarbiyalash, ma'rifat, madaniyat tuyg'usi bilan tarbiyalash bir baza. Shu muzeylarimizni qachon odamlar baza ziyorat qila oladigan bo'ldi herhalde. Bu yaxshi ish. Bog'chilarni ham
herhalde hak aylanalığın buldu. Halk bağışçısının halk özü kiralaydığı bol herhalde haksız aldırdı. Çünkü aşımı bir cemiyetin halkın üstünden bir illilik yetkiziştin bir nişanlıdır. Bir belge de ondan mesela. Yani şunu sırtın mekteplerindeki kütüphane bütün halkının da şunun için şu halk hikayelerini bildirdiğin şu nasip olsa şu kirip kitap ariyet alamısın kirip şu kitabı okup çıkalaydı kıraat kalır nasıl kitap ariyet girişte tiyişlik resmiyetle bejelge avalasında çıkıp unutladı. Yani bizde mi bu ahvalcık özgürüş bulamadı da ihtimal bundaki bizim Şinjan Ulus'un kütüphanesi ihtimal Şinjan Üniversitesi'nin karış terapideki mahallelerde oturavatkan, ma'lum bir fuqaroni kirib ya chiqalaydigan va kitob aralaydigan bo'lishi mumkin. Chunki u dasho degan shu oldidan shu atrofdagi xalqning boyligi emas bu. Anadagi xalqninki ma'yari kutubxonalarni ko'rdim endi. Kutubxonalarning qurilmasi har xil o'zgarish va o'yin so'zlayman. Masalan, anadagi yana bizlik bir cemiyetin kurulmasında, ammi medeniyetin kurulmasında tenterbiye saraydan buluşu. Yani dedik mesela var mı yok mu? Kütüphane yok dedi. Hatta bizde halkımız bizi kütüphane lazım dedi demedi tabii. Şunun için bulmaydı. Bizde halkımız dese bizi kütüphane lazım dedi. Mesela kişiçi deyimiz belki hayallerini saldığa edenler mi? Lobenlerge muhacaylar. Kütüphanemiz bulmaz, öğrenmeyimiz veya bizi ballarımız kirip kitap okuyduğu yer lazım. Çene kıdığanlar yer lazım. Ballarımız oynanığa yer lazım. Su ubamızı öğrenmeyimiz dese. Çokumun layiligen bulat da. Lekin bizden halk onu talep kılmagandaki. Yani şu dükkan, çavuşa yaki menakşetkan. Talla baza. Hemmiye baza da bizden de. Uyanma baza. Belki yarışar bazağı bunda mı çok onlara hak bulması gereken. Angliya mı uçuda kıp ketmepti bulması. Kapitalizmning asli büşügi bo'lgan. Gap bizdan haqda. Haqning qiyofati o'zgarmaganda, kitob o'qib tashlab, kesib tashlab, og'inlar deyishib, vest menib ataaytin ma janobi naysam taraflarga chiqib, vestlarni qilib, oddiy bir tomoqni yeb, anadagi yeb, yaxshi bo'ldi deb yerib kelib qoldim. Turmushdagi baxtni, turmushdagi xushal xuramlikda ma'noni o'lchaydi. Bizda bavshaning ichida taqa. Her xil qo'mlarni piramidadek dölep yeymiz. Turmuşimizin süftünü aşanlar ölçep o'tamiz. Şundan ma'lum bir o'g'illar 35 yaşını aşkandan keyin semirib, yüz muskullari sangalab, qo'saqlari yo'nab, pedayning sirtidan degan qanday bo'lib ketgan xamidek tangnidan dastin saqigandek saqib, anandan keyin 38 yosh bo'lganda anandan keyin qattiq kasal bo'lib, anandan har xil dorilarni yeb 45 yaş bağavaq bir yerdə oturası doğrunun gipini qılıb oturduğun bo'libdi hozirda. 70 yaşda o'ylab qo'yib baliq topadigan odamlarimiz bor bo'lgan bizniki. Yani bizda hozir 38-40 bo'lgan to'xtab qoldi odamlar bor. Anandagi o'ylab bakın ashunday bir yerda 4-5 soat o'tirib chin qilib yeb, shu paytda anandagi taksiga o'tirib berib uyimiz yetib qolgandan keyin bizim bu beden neye verip toxtamoqchi edi. Aslida qovul, qamlashgan beden neye ketdi? Bizim pensapayimizmi chekinish eg'ir hozir. Nima uchun bizim bir yerga cheniqib, to'xtaganda 5-6 biz bir yerga bir tiktak top o'ynab kelaylar. Suv yüzeylar, yalnız piyoda menib kelaylar uchunmanda. Piyoda bu qo'saqni ichib kirib, yarim lag'mani yeb ana bu xo'sh deyli deb. Mujlan narsadan huzur ola oladigan narsa bo'lmadi. Amaliyotda biz bu o'lchamdagi masala bu. Ölçemdik mesela. Şu hazır bizdeki şu Hanzo yoldaşlar bir özgürüş bulaptı. Ben gözetkinimde. Ular şimdi sen çıkırken Miami'de Şiringo deymizmi? Balbal koruk. Cilga. Şu taraflarga berip hazır ataytın lesden şu maşinisten berip maşinisi to'xtatib qo'yib piyoda menib u yerda elavagan nani azroq yeydigan narsani elib mineral suv bilan ichib anada kelgan mashina saydab qaytib kelgan bir kunlik turmushni oddiy sabda manda bir o'tkazib harakatni jiqroq qilishni turmushdagi bir xil baxtning bir ko'rsatkichiga aylantirgan. Bizden qarshi xonim qizlarimiz meni o'tirib bir yerda jiq yeyotgan, o'g'illarimiz bir yerda yeyotgan, ishchayotgan, chekayotgan amaliyotda odamlar afsuslanadigan bir turmush manzarasi bo'ldi.
Dünyada unda jiq yeydigan ish bizda qapti hozir. Nima degan jiq ish bu? Sağının jiqligi bilan bir odam ayda jiq birini döylab bersa, o'zi inovatiningki ko'rsatkichi qatorida ko'rdi bilan. Abroy xeli baki mana shunchalik odamlar o'sha pul xejildi menga deydi. Menimcha bir odamning qimmatini taqsirining soni bilan tovoqning sonini o'lchashni o'zi nayt Don Quxotlarcha bir hamoqat bo'lib. Şu anda qani tantarbiya sarayı deyishimiz kerak. Qani kutubxona, qani kitobxona. Şuna qani biz musiqa anglashimiz kerak. Masalan, musiqalar bo'lish kerak-da, masalan, musiqalar cho'ng-cho'ng masalan, o'yish muqamni cho'ng simfoniyalashtirib, uni bir ong qiladigan. Endi biz bu san'at jihatdagi kechiliklar hali bo'lib turadi-da. Bu jihat qiziqlik, boshqa avallarga qaraganda nisbatan yaxshi endi. Ammo mening qarashim bizning xalqimiz iste'mol qilayotgan san'atni sifati jihatdan aytgan vaqtda yuqori esil san'at darajasida bo'lmaydi. Hali kulüjüge etotlarga qaraganda vaqtda bizning xalqimizning kalasida jiqatdi. Men qarabda bir xalqni nima kuldiga qarab turib, bu xalqni sifatidan bilgan bo'ldi deb qarayman men dedi. Masalan, bir odam muziqa elib yiqilib kesib kulib ketadigan odamlar aytdi-da. Bir adamdan bir yerler bir eçilip qalsa enig'im bo'lishi kuladigan odamlar var. Demek bizden umumen bizim külüş cihat psikikimiz başkalarınınki bir tasarruflik içindeki bir efsiz tarafları ya ki onlarınki başka bir xil qamlaşmagan bir taraflardan bir külüş arkalık özümüzün asli acizlik boş noktanı toluqlaşıp urundikimiz. Bu bir ro'yi g'olibiyatchilikdan bir zamanın ifadesi deb qarayman. Külüşdün bunday aql parasetkim külüş kerak, hikmetkim külüş kerak. Bo'pti ba'zida yengil bir umaq balalarning kichik bir gaplaridan emas, sabiy bir gaplaridan o'zirinib kulamiz. Kulkining turi intayin ko'p. Faqat ajbiy ishlar uchun kulib o'tiramiz masalan. Bizim kulkimizning turi bek oz. Esil bir misralarni o'qib, ashuni vah 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 deb Peyzi bir müzikin anlamagan acayip gelip koyumuzda bir tebessüm ifadelense çırağımızda. Bir hikmetlik aqliye sözü, kat kanlaşkan bir sözü. Nemi degen peyzi edip çırağımızda bir tebessüm cilvelensin bulmam da olmasa. Buna adamlar az olur. Şuna bizden sanat mı avamdan seviyesi düşüp oldu iken. Erteslerimiz mi avamdan seviyesi düşüp oldu iken. Avam abdi nesli kanaat kılgan iken o ertesi mi abdi nesli kanaat kılıp ben müşhalıktan sanatkar iken ben deyip yürüyordu. Ama bazağa başka yer gitip bağında bu ahir hesap neymiş oldu diye vakti piçkiye soğuk çıkıp kesse neymişse soğuk çıkıp kesse kayıkla belgürü vağan gitip atkan kayıkla ki anımda izlege adamda okşaş bulup kalamız biz. Müşahedeki sanat nisbeten talep yukurulmagan bir adamların ki sanat ihtiyacı kandıgalıkla beledde kıymet setvalıkla ben müşahedekten sanatkar deyip kalırsa o mu bulmaydı? Şu halk onun şunçilik imkaniyeti bergen ki o sanatkar mı pulunu tepip durup sel öğrenip okup özün iktidarını terakki kıldırış gerek. Bu birisi. Yani birisi bir milletin ki sanatı ne diyeyim adet ki avab derisi toktap kılış xatarlik. Ben böyle demek çoğunum avamlı medeniyetçilik adli avamının ki manevi ihtiyacı kamlayılan sanatlar bizi gerek emez demek demez. Bu mu lazım? Lakin bunun toktap kılış xatarlik. Xalqaro munbarlarga aytibsizmi? Chanmaydigan, shularni qayloldigan da. Ashuna 12 muqamga o'xshash narsalar bo'lish kerak. Masalan, yanniga o'xshash odamlarni ekilib, yoki sirtdan bir orkestrdan ekilib, Beethovenning yo Bachning musiqalarini o'rinlayotgan vaqt enim tushunadigan odam bo'lish kerak bizda. Shunday emasmi? U bo'lish kerak. 12 muqamni tushunsin, Akbar Qahramonni tushunsin. Hemisi düşündüren. Hem mesela özgürlüğü kadir kılmet tapalış gerek geldi. Şu an böyle işte müzikler, tiyatro halları derler. Bizden tiyatro hallarımızda kinolu koyulmay Amerika'nın kinosu, Hollywood'un kinoları. Bizden dramalarımız oyun ilişkilik evde. Bizim özümüzün kinoları kanakılış gerek, koyuluş gerek. Özümüzden turmuşun işlengen kinolar koyuluş gerek. Halk özümüzün turmuşun kanakılış gerek, ekranlarda göreliş gerek. Bir kuni qarasa Titanic'ni ko'rayotgan,
bir qarasa Apenda'nın köravatımız u yerda xalq teatrxonasi deb nomi bor. Qani u xalqning teatrxonasi. Shuning uchun ommaviy madaniyatning rivojlangan bo'lishi uchun xalqning o'zi teatrxona bo'lishi kerak. O'zining turmushini ishlangan narsa bo'lishi kerak. Bumi hozir biz talab qilib ommaviy madaniyatning bir tarkibiy qismi. Amaliyot u teatrxonani oldim, baza bo'lib ketdi hozir. Shunaqmi? Pivxona, mana bu bo'lib ketyapti. Asl madaniyat bo'yicha taraqqiy qilish kerak. İşçimlik var, işçimlik müşmüş gerek. Yemek içmek müşmüş gerek. Hem saha özünü biliş gerek de. Medeniyet mi özün medeniyet hasık olan bazar yaratılış gerek. Ve bazarda qanday qilish gerek, qimmat yaratılış gerek. Yan birisi har xil klublar bo'lish kerak. Ommaviy klublar. Bu klublar degani masalan xalq o'zi xohlasa futbollarni tashkillab o'ynagan bo'lishi kerak ularda. Qonun rioya qilgan asosda, jamiyatning muqimligiga rioya qilgan asosda, millatlar ittifoqligiga diqqat qilgan asosda, millatlar o'z-o'zini hurmatlagan, qadrlagan, so'ygan, yaxshi ko'rgan shart ostida mujda faoliyatlarni jonlantirish bo'laverdi. Muqimlik intayin mo'yin, chataq chiqamay, mushishib qolmay, tilishib qolmay, tinch, xotirjam bir holda bir o'tkazsak bo'ladigan narsa. Shuning uchun hammaga safa kerak. Bir adam tillasa, zo'mzoya bir xatolik sodir qilsa, kechirib o'tishi bu bir madaniyat lozim bo'ldi. Atdigan men o'tgan bir mashinik shofirlar, yana bir mashinik shofir tillashib ketdi. Nima ish bo'lgan? Men o'tmabdim uni. Qatnash qoidasi men tas bilmagach ki men tayyor o'tirib kelgan ekan, uni men diqqat qilmabdi. Urushib ketdi tillashibdi. Voy nima ish bo'ldi deb. Shundan men dedim, "Ana bilan jiq tillashmay aka. Menga nima mashinani haydabsan?" dedim. Nima uchun bir-birimizni apo qilolmaymiz masalan? Mesela karşı taraf bir hatalık sadır bo'lgan holatdimi? Bo'pti, birinchi qatim bo'lganda ekan deb. Bu qilib etsaklar urushmaymiz aslida. Shun qarron deb qo'ymizmi, mag'firat qilish. Shunami? Kechirish, apu qilish bir fuqaroviy madaniyatning muhim bir harakat qilib borish kerak aslida. Menimcha bir odam qancha cho'ng bo'lsa, yeshi, amali qancha cho'ng bo'lsa, bilim qancha cho'ng bo'lsa, o adam shuncha apo'chan kelish kerak. Cho'nglar kichiklarni bakrak apo qilish madaniyatning bir mazmuni bor. Masalan, meni bir 4-5 bir tillab, yili yegan olmasninki shu bitim aytib, aya kessa men shunda xatolashim kerakmi? Amanda qarab kichik olib qo'ya, qarama, mana yomonligini naskim kelib qarab qo'yishim mumkin endi. Nima uchun bir-birimizni apo qilmaymiz deganda, tagin deyotgan vaqtda o'zimizning qimmat haqiqatda o'zimizning bois tugan. Haq birimi degan deganlar mag'uni qaranglar deb. Asl o'zimizning qimmatini o'zimiz mayallashtirib bo'lgan bo'lsak, haq besh ketim tillaganga biz aytib qimmatimiz o'lib ketmaydi. Chunki qaysi bir dananing gapi bor. Boshqalarning savalligidan apo qilganligining sababi bilan sening g'ururing to'lib ketmaydi. Başkalar hayır sakavatın çıkıqanlığının tüpeylesine baylığın kamlap kalmaydı. İşte bir akliye sözden anladım ben. Şunun için apu kılıp tarihimiz için yana kitap okuğa ben buluş gerekken. Yana sapa buluş gerekken. Yana şu medeniyet, yana şu bilim buluş gerekken. Ben öyleyim özümüz yakın işençiniz olsa, halkın sizin tillığınızga hiç kanda çırağınız bir külüp koysanız, bunun da artık galbi olan da var mesela. Mesela birisine kökenimiz zaten özün alpazını bizi tilab ketsa, siz daha kirib ketib qapib olma da işte. Ben xato qilib o'zim qapib olma. Ben ders bo'ladi. Bir vaqt biz maktabda o'qiyotgan vaqtimda tamoq og'ich bo'libdi. Ular silkinib ketib, mening qachondiki tamoq azroq birsinki belkiga to'kilib ketdi. Bu meni hu dot deb tiladi. Deb men ona qarab, "Hu olim" dedim. Desem balı para qilib kirib ketdi. U mening unda deyishimni o'ylamabdi ekan, yaman tan qilib, nim deyishi inkas qaytarish birmas bo'lamadi. Shona bo'ldi deb nima qildi? Keyin ular yaxshi o'tib qoldik. Nim deb meni olim deb tiladi, debdi. Mening 4 kunni ko'rsatmagan kelsa olim bo'lasan-da. Şu mening qarashimda boshqalarning savalligi yumoristik tuyg'ulan javob berishni o'rganaylik. Kan qo'saqlan javob berishni o'rganaylik. Apo qilib yetishni o'rganaylik. Mana bu madaniyat bo'ldi. Anunda da millatlar ittifoqi bo'ldi, fuqarolar ittifoqi bo'ldi. Biz da'vatgan fuqarolar
tuyg'usi deymizmi, puhraviy ong endi barpo bo'ladi. Chunki bunday qadam boyada azoq savallik bo'lib qoladi. Gavdamiz bir-birimizni tegib ketib qoladi, putlarimiz sal bir-birimizni tegib ketib qoladi. Amal yo'q endi. Shunday bo'lgandan keyin apuchallik menimcha ittifoqlikdan ilgari surishninki nihoyat yaxshi bo'ladi. Apuchallik bir xil madaniyat bo'lib, boshqalar bir ulgu tiklaydigan bir narsa. Shu qushaq ziddiyatlarni qilmay, masalalarning cho'ng-cho'ngini yaxshi hal qiladigan, jamiyat ulgu tiklaydigan, mush orqali jamiyatda salbiy unum yaratmay bir ijobiy bir unum yaratadigan bir ko'z qarash bizda bo'lish kerak deb qarayman-da. Shunday bo'lgandan keyin bu jo'lobo va kazalarni qanday bo'ladi? Bexatar, xotirjam, tinch bo'ladi. Bizning hozir hammamizning diqqatida eng gavlik o'rin tutayotgan muqimlikqa, shundaqmi? Ittifoqlik. Qattiq yaxshi ko'ramiz. Nima degan suyumlikka bu muqimlik, ittifoqlik degan gapning o'zi biz tashna masalan. Biz tashna bo'lamiz. Chunki kishilik hayot bir qatim keldi degan vaqtimizda bu hayot tinch, xotirjamlik, go'zal o'tsa, hamma odam bundan rozi bo'ladi. Bir odam bir 2 minut urushib qolsa, bir odamdan zarar, uning ketgan energiya degan bir kun zotida 8 soat bir jiddiy ishlasangiz unchalik charchab ketmaysiz. Bir odamdan 2 soat bir qamlashmagan gapdan 2 soat demini 2 minut qamlashmagan gap desangiz, va bo'ldi endi o'kinasiz. Uyqunuz mükemmeldi, iştahınız mükemmeldi. Tamak yesangiz yaxshi hazm bo'lmaydi. Hazm qilish organlaringizni chataq chiqib ketadi hatta. Mingizimiz hali ekspres o'kiradi bu odamda. Hatta ba'zi alqiliq ishlar xato hukm chiqarsa bunday emas. Shuna apucha, kan qusar, tinch, illiq bir xil insoniy bir xarakterni yaratish uchun kitob o'qishimiz kerak. Har xil madaniyat asari qilib o'zimizni tarbiyalash kerak bo'ldi. Yanındaki mesela bayağı dedi o kinoxona, tiyatrxona deganimiz shuni o'zida endi. Mashina hammasi bir mahallada, bir insonlar yashayotgan yerlarda tabiiy bo'lish tegishli bir narsa. Endi mening ko'rganimda men borgan madaniyat quroli mayli Yaponiya, mayli Angliyada bo'lamdi. Kutubxona bek umumlashgan bo'ldi ekan. Har bir 5-600 oila bayada bir adetlik bir mahallevi kütüphane bo'ladi ekan. O kütüphanemi hatta qandaq laylangan desiniz, balası bağları ballarini hali çarq o'rindiqqa o'tag'izib kirsa, so'g'a yo birinin bo'lmaganda ekan, hech qanday qiynalmay bu ayollar. Shu paytda esa kütüphanening eshigi avtomatik alg'ishlarda ochilib turdi. Bu yerda egiz pes narsa yo'q, ballarni shundan haydab kirib, ballarni ayirib o'tag'izib qo'yib, apı bo'g'ichi bu yerda. Kitap okuydu. Adam aile ayarları cıkrak buldu. Men ottağa ayarları köpünçe demiş Pakistanlıklar, Türkler bağlı mahalle ottağı değil mi? Onların ayarları köpünçe balı verip ne otururken asasen ballarını hatta Abduzlarım şunda kaldı. Ballarını ottağa yazıp böyle orundukunu, çağ orunduklu da ottağa yazıp çıkartını kandikken hiç kanda kıylanmayla silkinmeli, küçüme yani özü kötüre öcürüşüm ketmeydi. Abduz'u çıkarlaydı ayarlar. Şu ayarlarında qarasam qash qapoqlardan bir xil tabiiylik, o'ziga bo'lgan ishonch, hurmatdan bahramand bo'lgandagi lazzat va qanoat chiqib turdi ekan. Shu bolalarım o'rindiqda xotirjam o'tirdi ekanda. Haqda xaqiqlik bilan yig'ilgan bolalarni ko'rib boqmadim men. Hani kutubxonaga kirib, ayat o'tirib, o'zi kitobni ko'rdi ekan. Ani u yer kitoblarning turimi har xil bo'ladi ekan. Qadimgi zamonda bir o'rmon bor ekan, bu o'rmonda bir olvasti bor ekan. Degan gapni u bola yeziqni bilmagan ekan, kichik bola kitobda shunda arsa o'rmonning ichiga olvastini olib chiqib birdi ekanda, tasviriy qo'portmalar kitobni asli. Shu kitoblar 4 betlik, 5 betlik kitob bu. Lekin tom karton qog'ozdan ishlangan kitob bo'lgandan keyin bolalarga tasviriy usulda ma'lum bir jumlaning obrazini beradi ekan. Shu bolalar va kitobni o'ynaydi ekan. Manda bo'lgandan keyin shuni ana mayli o'tirib o'zidan bir kitobni ko'rdi ekan. Yoki paranglashidi ekan. U kutubxona mana shu vaqtda ashariga ayollarninki o'zi kelib, mana mungdishadigan, ko'z qarash almashtiradigan, bak boshqalar ta'sir ko'rsatmas emas. Mana shu bolalarni o'ynatadigan ancha o'yinchilar bor bo'ladi ekan. Bir yesilda kelib bolalar o'ynaydigan bir aslahalar bor. Umi bir bulonda bo'ldi ekan. Bolalarni o'ynatib, analar endi bolalar yiqilib ketmaydiganga
laylangan bexatarlik asarlar deymiz, rizqilsa yumshoq. Bundan narsa seplab qo'yilgan bo'ldi ekan. Şunu qarab, men o'ylab ketdim, men kichik vaqtimda talay qatib ish qilganlarimni shu vaqtlarda. Tamda meja qilib tushganman. Yalan oyoq men o'zim tuturib nurg'un talay tikanlar kirib ketgan. Moshunda mixtaq tikanlar kirib ketsa, ko'zim yumib tortib tutdim ba'zi vaqtda. Ya'ni shunlar men ketib to'q. Ma balımı çoğ oldigina, bizmi çoğ olib ekanmas deb manda jiq selishtirib nim qildim. Demak, u yerga kutubxona manda har qanday bir furani qarshi oladigan bir holatda ekan endi. Bunday ketganda. Ma'lisli bo'ladi ekan. Men qaysi ma'li ko'chib boray, shu yerga kutubxona topa oldim men endi. Ariyat oldigan kitoblarimiz boshqa. Uni rasmiyatimiz. Shu yerga elib o'qib chiqib ketsangiz bo'lgan kitoblar bo'lish bo'ladi ekan. Özünüzün kitabını ekilip okusanız mı buludu? Kompüterinizi ekilip yerga to'g'ri chassangiz mı buludu? Hem şarait shunday yaxshi. Anda bo'lgandiki, ham dedim, üzgünemen desa sharoit tayyor keldi. Enindeki u yerga adamda kitobxona kirgandan keyin mulozimatchilarning chiroyidan bir tabassum chiqib turdi ekan, keldimi shu deb. Bir mehmonni qarshi olgandek bir kayfiyat bo'ladi ekan. Shu mandan nima lozim terisi darhol anadaki bu tayyor qilib turdi ekan. Elbette telefon sözleşiş olmaydı, ölülük paranlış olmaydı, tamah çekiş olmaydı. Ola Allah bir məlin qılınğa, o püfralam Allah bu onun bir mədəniyyət üstü qəbul qılıb olğan nəsə. Şuna bolğanda ki, mən aşağı qarab, mening mə'ləmdə kütüphana bolsunmamlar emassan, mening bir mə'ləm var, bir mə'ləmdə hazır o çoğuyub ketdi. Ayni vaqtda bir 40-50 oiladan tashkil topgan bir məhəllə olsa, hazır köpəyib bu öyle silinib və kengirib ketdi. Tek şu yerdə kütüphana yo'q emasmi? Men ayni vaqtda 86-yilda Qashqar pedagogik institutida o'qishib turganda, shu vaqtcha o'quvchilik kirimim bilan chiqqan kitoblarning hammasini o'zimning ona maktab boshlang'ich maktabga iyona qilib, bergan, hadiya qilib, shu vaqtda ishkarva chiqibdi herhalde. Shu kitoblarning hammasini shu yerga Şu vaqtlarda shu maktabning sho'jini mudiri bo'lgan odam o'z bir arvini so'rab kelib turdi. Adet yezildimdiligi eshak qatilgan bir arvada shuni sho'tisini topib ishtiriblar. O'zi kelgan gap. Yargiz bir qo'llasilga bir ishchisini, ya bir o'quvchini emas, o'zi so'rab. Bu kitob degani men o'zim ektirganim, bu kitob deganga bir men o'zim kelmasam bo'lmaydi deb qaraydi. Mana bu bir ilmiy mudirdiki, kitobga va ilmga bo'lgan ixlos. Şu adam hazır mı ba? İntayın hürmetlayman. Közemge her kaçan körsem ısık göründü şu adam. Ama o kitap keyince yok gittikten, o ariyetiyle beğenmeyi ondan bulup ki basım yok onda. Çünkü şu jutun ki nene yegeni keme, ben şular şişirik bir iş kıtırış kerek deyip qarayman. Mesela keyin ben tuttuğu otur mektepten ki manchi yillikda tarixiy xotirlangan vaqtlarni o'zim mening qilib bergan ishim ya'ni kitob taqdim qilish bo'lgan. Chunki mening qo'lim atrofimda ancha nashriyatchi og'aylarim balkim shuliq deb kitobni azroq bir quruq bo'lsam bo'lmaydi, va she'r o'qib bersam bo'lmaydi mavada. Kitobni beray. O'shani mulk bo'lib qolsa deb opadi. Endi hozir bizning shu kanitning o'zida ben böyle Yasincan'da benim yurtkumda okuş oturup durup ne hatalaşmaydı kütüphane var mı? Ujada var mı da? Yok ha? Şunanlar mı? Tek sadece kurulga yok. Bu eçeni çıkamaz mı bana? Bu ne ki hükümetten rencide karşıyamaz. Yani hükümetten rencide çıkanda asasımız yok. Esildeki mesele ne meğerisi? Biz, hükümet degen kim o? Hükümetten şu amilleri ilmetri xalqning ichida bağıldıgan narsa shu yerdagi shu deyjanlar, shu yerdagi kanitning kadrlari kerak deganni 10 yil tasavvur qilish kerak. Endi uni tadqiqotchilarga qadaqlik o'rinlashtirish kerak. U tadqiqotchilar tadqiq qilib shu 10 yil qilib bozor salarini o'yindirib vaqt ketirdi. Shu bir tasavvur reallik aynish uchun ma'lum jarayon lozim. Shuning uchun kitobni o'qish bo'lgan ehtiyoj kishilar bo'lmasmi biz uni shakllantirishimiz kerak. Uning azroq foydasini ko'rgandan keyin odamlar qanday bo'ldi desangiz bu asli obda ishgan to'q ablahakba deb o'tgan kunlariga o'kinadi. Nimasta bu? Shuningla anadagi kitob o'qiydigan odamlar ko'paygan sir ilmli odamlarning qadri oshadi. Ilmli odamlarning qadri oshgan sir o'qish bo'lgan ma'bud kuchaydigan odamlar bor. Olim bo'lishni orzu qiladigan odamlar bo'ladi. Artistning qadri oshsa, artist bo'lgan odam ko'paydi ekan. Olimning qadri oshsa, olim bo'lgan odam ko'paydi ekan.
Çocuğun cücanın kadrası şu bulumen deydigan adamni juq bo'ladi. O'xshash gap. Shuning uchun qanchaki fuqaroning safasi yuqori ko'tarilsa, shuning orasiga ilm ahlining qadr qimmatimi yuqori bo'ladi. O'zing ilmi, o'zing olimlari, o'zing ziyolist qadrlagan xalq chuqur taraqqiyot boshqalarning keyni qolmaydi. Boshqalarning oldidimi qanday qildi bu? Qaddi egiz bo'ldi. O'zing olimlarni qadrlagan xalqning olimlari chuqur boshqa ko'chib ketdi. Çetel chiqib ketdi, boshqa rayonga borib ishlaydi. Chunki mening qimmatim yo'q ekan bu yerda, dedi. Hali Garcia Marquezning 100 yillik g'arib romanidagi Said Jamal Rematis degan bir personaj bor. Oxir bu qanday qilib ketdi o'shada? Uning qadri bo'lmaganligi osmonga o'rlab ketdi. Chiqib ketdi. Shuna axloqning qadri bo'lmasa, ilmning qadri bo'lmasa, kitobning qadri bo'lmasa, andaqda bu yerdan albatta barakat ko'tarilib ketdi. Barakatdan ko'tarilib ketilganligi degan nima shu? Ilmning, hurmatning, o'zaro izzatning, o'zaro muhabbatning, qarindoshlik qadri ko'tarilib ketgan ekan, pulingiz qancha bo'lsa-mu, buning huzuri bo'lmaydi. Shuna bir qo'limizdagi alqanchilik bir kitobning rolini hargiz tuyanchaqlashga bo'lmaydi deb qarayman. Shuning bu haqda kitobxona madaniyati bir umumlashgan emas. Bizning an'anamizdan burun bo'pti ekan bu xil narsa. Qarasangiz, burun bizning mahallaning asli uyish shaklidami? Bozor, maza, masjid, madras. To'rt bir yerda jumadan chiqadi, hayitdan o'tib chiqamiz, bozor. Shunaqmi? Bozorning yanida maza. Mana qarasangiz, hayotlik, mamatlik, hozir, keyin, buya, oxirat, shunaqmi? Tirikchilik, ibodat, tijorat, hamma omillarni xalq mujassam holda bir yerga ekilaligan. Bizning nazarimizda masalan mazanimi hargiz keraksiz narsa deb qaramaydi. Masalan o'lganlarga bo'lgan ixlos va hurmatning o'zimi amiyatda hayotga bo'lgan hurmatning, tirikchilikka bo'lgan hurmatning bir qismi deb qaraymiz. Hargiz bizga hayot bilan mamatni, bazo bilan mazani bir bizdan ayirib o'tgan emas. Bizning ajdodlarimiz mana bir samimiy, mana bir garmonik madaniyatning yaratuvchilari asli. Ham shunga mening qarashimda bugungi shu suhbatning asosiy mazmuni muddaimizning o'zimi o'shani bir inimiz g'ayrat echibdi. Hukumat qo'llamagan bo'lsa buni ochmaydi albatta. Hukumatimiz qo'llaganligi uchun o'shandagi madaniyat, ommaviy madaniyat organlari, muassasalari qo'llagan bo'lg'achqa bo'shinchilik holat kelibdi. Bu shuning echilishi oldidan hukumatning qo'llaganligining natijasi, shundan bir vaqtda inimizningki g'ayrat, shijoatining natijasi endi. Bo'shinchilik bir echilgan vaqtda mening qarashimda moshina atrofda hamma odamlar yemak-ichmak bozorda chumildek qaynam tashqilliqni barpo qilib yurib, moshina bir kitobxonaning cho'llarib qolganligining o'zi bu bizning chilik-chiligimizdan cho'llarib qilishdan derak berdi deb qarayman men. Shuna kitob o'qish bizda bir xil madaniyatga aylanish kerak. Masalan bizda bir xil yaqin yo'riqlarda kitob o'qib, kitobni o'qiganda ta'sirotimizni almashtirishimiz kerak. Hamish bizning gapimizni timsal xelil bir qizvali vesta aydab ketyapti. Kim u desa, "Ya u o'zining singlisi." deb bir qachqich bir odamning haqni ishi qiziqib yurmaydi biz endi. Chakana bir ishlarga bir odamning qayerga kekirib qanday bo'lganligi, birisining noyab o'pkisi ketib doktorxona jiddiy berib qolganligi, bunda paranglarni qilmay, anchimiz atrofimizdagi masalalar haqidami, iqlim masalalari haqidami, vaziyat haqidami, kasb haqidami, ilm haqidami, shunami, iqtisod haqidami, korxona haqidami gap qilishni o'rganaylik, madaniyat haqida gap qilishni o'rganaylik. Bu bizning kundalik turmushimizning, paranglarimizning bir kapitali, ma'naviy kapitali va dasmayisi bo'lib qolish kerak deb qarayman. Endi yana birisi bu kitob o'qish, mana aytganda bizdan hamon ko'z qarash cheklimligi yo'g'imizda. Kitob o'qiganlikdan o'zining bo'lsa, boshqalarning ko'zidan dunyoga nazar sepishni derak bo'ladi. Siz o'zingizning aql jihati, bilim jihati bir daraja yuksak bo'lgan odamlarning kitobini o'qisangiz, demak, dunyoni tushunishingizmi bir daraja yuksaladi degan gap. Shuni qandaqdir bir harflarni o'qib qo'yish emas, balki
Özümüzün bilim cihetten, tefekkür cihetten bir kadar yükselgen adamların manevi göz arkalık etrafınız muhitini bir kadar gözüştün direkt buydu. O çağda siz tamamen dünya hakkında yeni kıyas, yeni düşünce, yeni təsiratlara iyi bulursunuz deb qaraymiz. Şuna bizden aldığımız dünyanın ciddi özgürlüğü vardı. Hayatlık rekabeti, medeniyet rekabeti intayı keskin bulavardı. Özümüzün dünyadaki bir hürmetimiz için, kadir kıymetimiz için kitap okuyla, kitap kallarımızdan avat kılayla. Sözüm tamam. Yuqorida Abduqodir akam nihoyat yaxshi so'zlab berdi. Men ham kutubxonadagi barliq ish xizmatchiga vakolatdan Abduqodir akamga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Ham tövəndi mən ham kutubxonadagi ahvol to'g'ri azroq bir tushuncha bersam, balkim endi kutubxona burun tortib biz borgan bir o'rin bo'lmag'achqa, balkim nimalar qiladi, uni uqmasligim mumkin. Kutubxonamizdagi echilish vaqti ertaga soat 8 tortib, kecha soat 8gacha to'liq ochildi. Dam bilish yo'q. O'g'inish qilsa kutubxonamizniki muhiti har holda yomon emas, ayrim qonunliq uylarimi bor. Ayrim o'g'inish qismi bo'laverdi. Anikin kutubxonamiz to'r bor. To'r ayrim haq olmaymiz, u haqsiz. Har vaqt agar kimdir deb kelsa, xatir komitran kutubxona to'rga chiqib o'g'inish qilsa bo'laverdi. Ilmirsiz biz kutubxonada kitob orat berishlarda amma ipar baholarni yo'l qo'ygan. Masalan, bir kitobni bir kun oratga olsa, faqatla 50 tiyin. Amma men sirtda 50 tiyin bilan kamlasligi mumkin. Mash Bahodir nomada kitoblar bor, nihoyat mashhur, amma xalqimiz yoqtirib o'qiyotdi. 6 qism kitob. Mush 6 kitobni musulmon odamlarimiz kelib 3 ko'y bilan tutalaydi. Chunki 6 qism kitobni 6 kunda tugalaydi bir qism odamda. 6 kun tugasa 3 ko'y, aran 3 ko'y chiqadi. Kitap o'qisanglar mushnaqa difarsiyatlar bor. Yana birisi hozir kitobxonamizda ham yangidan bir tuzumlar yo'l qo'ydik. Uningda kitap o'qiyamaydiganlarga biz kitap o'qib berish. Ya'ni kitap o'qiyamaydigan uşaq bolalar, ular 2 yosh, 7 yoshcha bo'lgan bolalar. Bu bolalarga biz uyda ota-onalar bilan kitap o'qib berishga vaqt yetmasi mumkin. Biz o bolalarga mashada kitap o'qib beramiz. Bu faoliyatimiz har vaqt atgan soat 8 dan soat 8gacha to'liq ilib boramiz. Ota-onalar xohlagan vaqtda, masalan, bolalarni qo'yib qo'ysak bo'lar. Bu uyda to'sa asli bola yaxshi bo'lmasa, sirt apasi bo'lmasa, buni ahvolatda kutubxona akbarsanglar biz bolalarga qancha vaqt qo'ysangiz shuncha vaqt. 1 soat bo'lsin bo'ldi, 2 soat bo'lsin bo'ldi, yoki butun kun bo'lsin bo'ldi. Bolalarga biz qiziqarli hikoyat cho'chaklarni san'atlik o'qib berib, bolalarning kutubxonalik hayotniki ma'nalik o'tishga kafolat qilamiz. Agar bola butun kun turib qolsa kutubxonamizda, hamda kitob o'qib bersak bola zirk qilish mumkin. Shunga kitob o'qib berishdan sirt, yana biz bolalarga kitob o'qishni o'rgatish, she'r o'rgatish, she'r deklamatsiya qilishni o'rgatish, uning boshqa yiziqchilik, agar savad yo'q bolalar bo'lsa, ancha bo'lsa savodni chiqarib qo'yish degan ishlarni bolalarga o'rgatib boramiz. Yana birisi hamda biz 9-oy boshlab yo'l qo'yilgan bir qism mulozimat turlarimiz bor. U bo'lsa-mu kutubxonamizda o'rganish qilgan o'tira boshlang'ich maktab bolalar bor bo'lsa, bularga biz haftasiga 2 soatdan 6 soatgacha biz haqsiz dars takror o'rlashtiramiz. Bunga biz Şinjan rayonu bo'lsin yoki ichki o'g'lar bo'lsin, donliq o'qituvchilarni kirib, shu sohada ya'ni yilliklar bo'yicha Aşu saat en dank adamlarga şu saatte bir leksiya ulaşıp durun yoki o'g'itish olib boramiz. Endi birisi ham kutubxonamizda qurilgandan birisi nurg'unaq chet el tili o'rganganlar bor. Ular o'zginashada o'rganadi. Bularniki qiyinchiliklarni yengish uchun biz haftasiga yana ularni 2 soatdan 6 soatgacha haqsiz yana dars tahdar o'rlashtirib qo'yamiz. Hozir til bo'lsin bo'ldi, ingliz tili bo'lsin bo'ldi. Tilaqancha. Yana birisi biz kutubxona bundan keyin qarallik holda shundaq leksiya so'zlash faoliyat o'stirib qilishimiz mumkin. Buni shu vaqtga biz o'qitish qilamiz, vaqtda qatish barsanglar bo'ladi. Biz hozircha hamda muhimlarni deb qo'ydim, shu qolganlarning keyincha yana davomli bir sirt e'lon qilib turamiz. Kelganlarga ko'pdan rahmat.